Xayrli kun barchaga. Xudo xolasa 23-noyabr sanasidamiz. Yana bir yaxshi insonlarning yaxshi kuniga, shukuhli kuniga tabriklash uchun yetib kelganmiz. Bugun tavallud ayyomini qarshilayotgan onajonimizga kutilmagan tarzda emotsiya ulashamiz. Ayniqsa bejizga olganimiz yo'q. Tavallud ayyomini qarshi olayotgan onajonimiz bilan birgalikda bugun kunimiz qahramoni Muhammad Ziyo 1 yoshlik kunlarini qarshi olyaptilar. Nasib bo'lsa, kunning qiziq lahzalari sizlar uchun bo'ladi. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Go'zalkent qo'rg'oni, ya'ni olti qahramonlik obunachilarimiz aktiv bo'lamiz. Bugungi kun sizlar uchun bo'ladi. Har qanday bo'lsa ketdik. Kutilmagan tarzda sovg'alarni ulashamiz. Boshladik. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyaganim xumorim, ko'zimning nuri kerakmas. Menga dunyolar kerakmas. Vaqtimga odam bo'lsamas. Yonkinandan hech jilmagan, Allohning bilmagan, hech kimlardan kam qilmagan. Yonkinandan hech jilmagan, Allohning bilmagan, hech kimlardan kam qilmagan. Qalbimda tilagim bidor, onam jonim rahmat ming bor. Yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdir. Qalbimda tilagim bidor, ona jonim rahmat ming bor. Yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdir. Goho sizni borligingiz unutdim, yo'llarimga zorligingiz unutdim. Umidlari kesilgan bu dunyoda, yolg'iz umid borligingiz unutdim. Umidlari kesilgan bu dunyoda, yolg'iz umid borligingiz unutdim. Ganimatim, omonatim, onajon. Ganimatim, omonatim, onajon. Ganimatim, omonatim, onajon. Ganimatim, omonatim, onajon. Rahmat. Yaxshimisiz? Onajon, assalomu alaykum. Tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Bugun biz mana shu dargohga, mana shunday shukuhli kunga onamizga ozgina bo'lsa-da quvonch ulashlik uchun tashrif buyurganmiz. Nasib bo'lsa, bu hali boshlanishi. 100 yoshlik, 110, 120 yoshliklarda ham Xudo xolasa mana shunday kelishlikni nasib qilsin. Shu O'sar bobom bilan birgalikda eng baxtli damlarni bu yoq endi boshlayapti, ha? Xudo xolasa 10 ta nevara, 9 ta chevara, bu yoq endi boringki begonalarni ham ko'radigan davrlar kelyapti hali oldinda. Baxtimizga sog' bo'linglar. Shu har davrada she'rlarni onalardan boshlaymiz-da, lekin bugun davramizda otam bor, baxtimizga sog' bo'lsin Allohim. Birinchi she'rimiz men o'ylayman otam uchun bag'ishlansa juda ham yaxshi bo'ladi. Ey umri javhari davlatim otam. Yuzlari quyoshdur, mehribon otam. Sizga azdoshdirman abadul abad. Shu sabab ko'nglim shod, g'ururim otam. Sizningla bordirman ichra keng jahon. Shukurimni eshitsin ul buyuk Rahmon. Qalbingiz, dilingiz og'ritib bo'libman nodon. Ey mening qo'li gul, bog'bonim otam. Tog' kabi sarviqor, savlatim otam. Ey umri javhari, davlatim otam. Otamiz uchun bitta chiroyli qarsaklar chalib qo'yamiz. Ota bu sochdagi oqlar, yuzdagi ajinlar bejizga emas. Baxtimizga sog' bo'linglar. Ana endi faqat va faqat mana shu farzandlar rohatini ko'radigan davrlar bu yog'iga. Onam bilan birgalikda. Ana endi onamga yuzlanamiz. Bog'i yeram onamning guliga yeta olmaydi. Sochlarimni silagan qo'liga yeta olmaydi. Agar dunyo boyliklarini boshimdan sochsalar ham, otamning topgan 3 to'rsim puliga yeta olmaydi. Siz baxtim yo'lida nur sochgan onamsiz. Farzandlaringizni desa, tog'dan ham oshgan ayolsiz. Dunyoda hech narsadan qo'rqmagan, biroq farzandlarim baxtsizligidan qo'rqqan insonsiz. Lekin biz bugun baxtli, xursand, shodon yuribmiz. Nimaga bilasizmi? Chunki bizni baxtimizga, farzandlaringizni baxtiga baxtli qilib tuqqan onamsiz. Onam uchun bitta chiroyli qarsaklar chalib qo'yamiz. Ana endi shamsho indirgan aziz jonimni
O'yin bildim dunyoni, Onam qadrini bilmadim, bildim qanday baloni. onam qadrini bilmadim. Mehrulu sarvari, so'zlari as-savuqat, joni jonim deb qiymat. Otam qadrini bilmadim, bilmadim men, bilmadim. Onam qadrini bilmadim, bilmadim men, bilmadim. Onam qadrini bilmadim. O'yin bildim dunyoni, onam qadrini bilmadim, bildim hamma baloni. Onam qadrini bilmadim. Vaqti davlat, ey boshimdagi toj, kuy alangi. Qarsanglar chalib turamiz. Parishdagi yoyib qirqiloj, davralarni o'ynasin onam. Onam devor, ular fidoyi, orzularim botir samoyi. Yorug' yuzligima go'zal murodim, davralarni o'ynasin onam. Go'zalim onasini erkasi, bilsa yuragim negasi. Go'zalim onasini erkasi, bunlari as-soynani chertaman, pardalar ortidan boqarsan. Sapsariq lola guli bor, ko'ylagingda menga yoqasan. Sutday oqshom qo'ynida, vasling umidi dilda zor. Seni intiq kutarman, sahargacha men bedor. İstasang shu falakdan oyni olib beraman, yulduzlardan bo'yningga marjon taqib qo'yaman. İstasang shu falakdan oyni olib beraman, yulduzlardan bo'yningga marjon taqib qo'yaman. Yana bir bor assalomu alaykum onajonlar, opa-singillar, hammalarni ko'rib turganimizdan benihoyat mamnunmiz. Onajon, shukrona kuningiz bilan chin qalbimizdan muborak bo'lsin. Agar ruxsat bersangiz, ustoz, onajonimiz uchun tashrif bor. Albatta. Har qadam oq olar sochdagi tog'lar. Ba'zan shod ko'rindim, goh chekdim nola. O'zimcha hali ham bolaman, bola. Goh yolg'on, gohida rostdir bu dunyo. Onamning poyidan pastdir bu dunyo. Yugurib har yonga baxtni izladim. Yerdan topolmayin ko'kni ko'zladim, qo'shiqlar kuyladim. Ko'p bor bo'zladim. Topgan shuhratidan mastdir bu dunyo. Onamning poyidan pastdir bu dunyo. Menga nasihatlar o'qima ey do'st. Rosting yo'q yolg'onlar to'qima ey do'st. Do'stliging 5 kunda yo'q deya ey do'st. Nag'malar qilmoqqa astir bu dunyo. Onamning poyidan, bizning barcha onajonlarimiz poyidan pastdir bu dunyo. Bitta gulroq tasinglar bilan olqishlab qo'yamiz. Onajonlar, farzandlaringiz baxtiga doim sog'-omon bo'lib yuring. Bugun bitta chiroyli niyat qilamiz onajonimiz uchun. Farzandlaringizga Allohim yaxshi mol dunyolar bersin-u, kelasi kunona kunlaringizga Umra safarining biletlarini topshirish bizga nasib qilsin onajon. Otajonim bilan birgalikda Hojijondan Hoji ota bo'lib yuringlar. Katta rahmat hammaga. Keling. Bugun tavallud oyoqini qarshilayapti 1 yoshligini. Ana endi hammani raqslarga taklif etamiz birgalikda. Onajonlarimiz, qani o'ynaymiz. Zafarlar cho'qsin aytganida makon, atrofimda to'ldi-ku do'stu qadrdon. Quvonchim hammaga qayg'uyim pinhon, alam qayg'ulardan charchadim ona. Cho'ntakda ko'paysa rangli qog'ozlar, burgutdek viqorlay etdim parvozlar. Bir so'zimga mushtoq bo'ldi tan nozlar, alam qayg'ulardan charchadim ona. Onajonlar marhamat. Cho'ntakda ko'paysa rangli qog'ozlar, burgutdek viqorlay etdim parvozlar. Bir so'zimga mushtoq bo'ldi tan nozlar, makkor oxulardan charchadim ona. Men biz uchun ataldi davralar to'ri, kimlarga baxsh etdim qalbimning qurin. Soxta tuyg'ulardan charchadim ona. Men hayotga bag'rim ochgandim biroq, shodlik tez tugar ekan musibat ko'proq. Tuproqdan yaraldik bo'larmiz tuproq, alam qayg'ulardan charchadim ona. Ojiz yog'dulardan charchadim ona. Ey rahmat. Katta rahmat.
Ana endi fon berib turasiz. Muhammad Ziyo uchun beriladigan sovg'alarni berib olamiz, topshirib olamiz. Marhamat. Goho sizni borligingiz unutdim, yo'llarimga zorligingiz unutdim. Umidlari kesilgan bu dunyoda, yolg'iz umid borligingiz unutdim. Umidlari kesilgan bu dunyoda, yolg'iz umid borligingiz unutdim. Ganimatim omonatim onajon, ganimatim omonatim onajon, ganimatim omonatim onajon, ganimatim omonatim onajon. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdur, suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdur. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdur, suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdur. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdur. Yonginamdan hech jilmagan, allalabtinin bilmagan, hech kimlardan kam qilmagan, ko'zimning nuri onamdur. Yonginamdan hech jilmagan, allalabtinin bilmagan, hech kimlardan kam qilmagan, ko'zimning nuri onamdur. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Oilamizning go'zal mezboni, o'g'il va qizlarning aromi joni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Onajonimni tug'ilgan kuni, muniskinamni, mutabarimni, mehribonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz onajonimni tug'ilgan kuni. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Biringiz davlatim, biringiz jannatim, tugamas siz uchun aytilar rahmatim. Biz uchun har onda quvonchga to'lingda, 80-90da yosharib yuringda. Sog'omon bo'linglar, rohatim ko'ringlar, meni ham davrimda bir o'ynab kulinglar. Mehrli ko'zingiz, duoda so'zingiz. Aziz Xudo xolasa bugun Oltinsaroy restoranda yana bir shukuhli kunning yakunida turibmiz. Onajonimizga bir dunyo quvonch ulashdik. Juda ham xursand bo'lib qoldilar. Bizning maqsadimiz bitta azizlar. Har doim yaxshi kunlaringizni shukuhli tarzda esda qolarli qilish. Manzillarda davom etamiz. Keyingi manzil albatta sizning xonadoningiz. Keyingi baxtiyor ota yoki baxtiyor ona albatta sizning onangiz yoki otangiz bo'lishi mumkin. Murojaat uchun pastdagi telefon raqamlariga bog'lanaverasizlar. E'tiborchi rahmat.